Bugun Argentina Angliyani yutdi. Shot 2-1. Cabo Verde Misrlardan Argentina yutqizayotgan joyda yoki 0-0 ishlayotgan joyda comeback qaytib ketayotgani, oldinga o'tib ketayotganini ko'pchilik bo'lmagan o'yin sotilgan deyishdi. Mana Angliya, u Cabo Verde emas, u qanaqadir kichkina komanda emas. Yo'q. Angliya katta, kuchli favorit komanda. Angliyani yarim finalda comeback qilib Argentina shunchaki yevoryapti. Va mana sudya ham hattoki haqqoniy bo'ldi. Hammasi har doim haqqoniy bo'ldi. Nima? Endi nima desa bo'ladi? Shunaqa gaplar. Haqqoniy Argentina yarim finalda Angliyani comeback qilib yutdi. 2026-yilgi jahon chempionatida chempionlar Ispaniya bo'ldi. Malades, gap yo'q. To'g'risi Ispaniya juda favorit edi. 2 yil oldin Yevroda ham Ispaniya yutdi. Ularning treneri De La Fuente juda aqlli odam ekan. Shunchaki men uni trenerligiga qoyil qoldim. Absolut sinema. Lekin undan tashqari Argentina yutqizishi bu shaxsan men uchun juda katta masala, chunki Messini oxirgi mundiali, oxirgi o'yini va kecha Ispaniya Argentina o'yinida Messi yig'ladi va u yig'ladi, hatto xayrli ketdilar, qahramon Aslanov o'zlarining Telegramda yozishdi ko'pchilik. Messi mundialda finalda yutqizgani uchun yig'lamadi, chunki 2022-yilda shunday ham finalda yutdi. Bu uni oxirgi mundial bo'lganiga yig'ladi. Shunga u xafa bo'ldi. Va eng zo'ri shuki, bu mundialda Messi o'sha oldingi Messi bo'lib bera oldi. Men yoshligimdan o'sha katta bugun va hozirgi holatimgacha men futbol deyarli ko'rib keldim, ayniqsa endi ko'rishni boshlaganlarimda Barsani o'yinlarini qo'yib ko'rardim va Messini ko'rib katta bo'ldim va bu o'yinni ko'rib shunchaki emotsional o'yin bo'ldi. Bu era tugashi va Messi bu mundialda 2026-yilda o'zini primiga qaytib yana zo'r o'ynab berdi. Finalda unchalik o'yin ochilgani yo'qdir, rostdanamda Ispaniya zo'r o'ynab berdi. Lekin umuman olib qaraganda mundial o'yinlarida Messi nimalar qildi? Yana oldingi Messi prime davriga qaytib, o'ynab, paslar berib, kirib ketib, aldab, gol urib, shunchaki zo'r bo'ldi. Men hozir azingcha o'zimni futbol tarixim haqida aytib beradigan bo'lsam, 6 yoshimda men futbol ko'rishni boshladim va o'shanda men Ronaldoga muxlislik qilardim. Real Madridda o'ynardi. Wow, Ronaldo derdim. Hatto sochimni anaqasiga tepaga qo'rib, o'rtaga tarab bundoq chiqarib yuborardi. Ronaldo deb bo'lardi shunaqa prichoskasi. O'shanga havas qilib, men ham prichoskalar qo'yib yurardim. Ronaldo deb oynaga olib, sochimni bundoq tarab o'tirardim. Lekin keyin bir kun Barsani o'yinini ko'rdim. Messini ko'rdim. O'shanda birinchi marotaba Messini ko'rdim va Messi qanaqa o'ynaganini ko'rdim. Ko'pda o'yinga tushardi, sirras yugurib ichkariga kirib ketardi. Aldirdi, gol urardi. Aldirdi, gol urmasdi, lekin chiroyli aldab o'tardi. Shuna o'yinchilar orasidan kirib ketardi va men shu o'yin menga yoqqan. Barsa bilan Real o'yinini ko'rganman. O'shanda ham Barselona juda zo'r o'ynagandi va o'shanda Ronaldo bilan Messini to'qnashuvini ko'rib turib, men shunchaki hayron qolganman. Wow deganman. Yo, Ronaldo kuchli, lekin men Messini tanlayman degan. O'shanda men to'laqonli haqiqiy Messiga muxlislik qilishni boshlab, Barsani har bitta o'yinini ko'rardim. Oddiy o'yinlardan ham boshlab shu La Ligadagi takoy o'yinlarigacha ko'rardim. Argentinani ham ko'rardim, Messini ko'rardim, Barsada ko'rardim bitta. Bu era Messi Ronaldo erasi, shunchaki Messi Ronaldo erasida katta bo'ldim. Xudoga shukr deyman, chunki futbol eralari orasida eng zo'r era shaxsan men uchun bu Messi Ronaldo davri bo'ldi. Va shu bilan birgalikda nima ham dedim, bu erani oxirigacha ko'rib keldim. Ronaldo chiqib ketdi Real Madriddan, Juventusga ketdi, adashmasam. Bu yerda Messi Barselonadan keyin chiqib ketdi, majbur bo'ldi chiqib ketishga, u chiqib ketdi va PSJga ketyapti, keyin bo'ldi. Shundan keyin men futbol ko'rishni sal kamaytirdim. Shu 2020-yildan keyin futbol ko'rishni sal kamaytirdim, bo'lmasa 10 gacha har kuni futbol. Lekin keyin shunda ham PSJdaligida ham Messini ko'rib yurardim. Ronaldo Juventusdaligida ham ko'rib yurardim. Keyin ko'p emas, uni ko'rib yurardim. Undan keyin yana bu yerda MLS ga o'tdi. Ronaldo Man Unitedga o'tdi. Undan keyin Ronaldo yana Al Nassrga o'tdi. Mininchi golga qarab sekin ketyapti. Bu yerda Messi MLS
futbolist o'yinlarini ko'rib yurardim. To'laqonli u boshdan oxirigacha emas, uni qisqa fragmentlarini ko'rardim. Ba'zi to'laqonli o'yinlarni ham ko'rdim. Va shunaqa masala o'rtoqlar, bu yerda prosta shunchaki Messi Ronaldo davrida katta bo'ldim. Shu to 2020-yilgacha Messi va Ronaldo Barsa va Realdan ketgungacha men Messi tarafdori bo'ldim va faqat Messi derdim. O'sha Ronaldo kuchli desa, "Yo, Messi kuchli" deb men ham shu ba'zi tortishadigan paytlarim bo'lardi. Messi zo'rroq yo bu yoqda, lekin shu ikkalasi Real Barsadan ketgandan keyin men tushundimki, yo'q dedim. Men futbolga boshqacha qarashni boshladim. Ya'niki haqiqiy futbolga qiziqadigan odam sifatida futbollarni ko'rishni boshladim. Faqat Messi perspektivasidan yoki faqat Ronaldo perspektivasidan ko'rib, muxlislar hozir faqat bir-biri bilan tortishib ketadi-yu, ma'nosiz bo'lib, yo'q, men shundan chiqib keta oldim, Xudoga shukr, va rostdan futbol ko'rishni boshladim. Messi Ronaldo Barsa Realda bo'lmasa ham, shunchaki Barsa Realda o'zini o'yinlarini ko'rishni boshladim. Kayfiga shunchaki maza qilib borib futboldan maza qilib boshqa komandalarni ko'rdim. Qaysi komandani ko'rasan, qaysi komandani yoqtirasan desa, Barsanimi, Realmi, ikkalasini ham. Men shunchaki futbol muxlisiman. Man City'nimi, Man United'mi, ikkalasini ham. Men shunchaki futbolni, legendarni o'yinlarni ko'rishdan maza qilaman degan perspektivaga o'tdim va shundan rostdan maza qilardim, chunki o'shandan keyin ham men Ronaldoga nisbatan ham hurmat, Ronaldoga nisbatan va Ronaldo shunchaki uni yomon futbolist deb bo'lmaydi. U Messidan zo'rroq yoki Messi Ronaldodan zo'rroq taqqoslash noto'g'ri. U ikkalasining o'ziga yarasha juda zo'r top karyeraga erishdi va bittasi bo'lmaganda ikkinchisi menimcha bunchalik darajalarga chiqa olmasdi ham. Shu competition bo'ldi o'zaro. Bu shunchaki ajoyib. Shundan keyin men futbolni rosta kamiga boshqa tomondan ko'rishni boshladim va mana to bugungi kungacha jahon chempionati bo'lyapti. Men jahon chempionatida men Ronaldoni ham ko'rdim. Ronaldoga ham chiqishini xohladim juda. Ronaldo chiqib ketdi. Jahon chempionatidan yutqazib chiqib ketdi. Ispaniyaga yutib yubordi. Buni tan olish kerak. Bu yerda Ispaniyalikning shu bilan birgalikda mana Argentina ham juda zo'r chiqib keldi. Argentinani ham Ispaniya 1-0 hisobida yutyapti. Ispaniya rostdan arzigulik o'yin qildi. Yutishga arzidi rostdan ham va bu mundial shunchaki yuraklarda qoladi. Men o'zim 6 yoshdan beri shu futbol ko'rishni boshlagan bo'lsam, 6 yoshdan beri futbol o'ynashni ham boshlaganman va o'shanda trenirovkalar qilishni boshlaganmiz. Hatto mahallamizda bizani bitta akamiz, o'rtog'imning tog'alari bizga trenerlik qilishni boshlaganlar va mahalladagi hamma o'rtoqlarimiz kichkina, hamma 6 yosh, 7 yosh bolalar birga trenirovka qilib, futbolda mahallada yutib, hatto mahalla idoramizda rasmlar bor, kubok ko'tarishgan, u yoqlar qilishgan, medallar olishgan, futboldan o'zim medallarim bor, 2-3 ta. Birinchi o'rin ham bor, 3-chi o'rin ham bor. Sertifikatlar u yoq bu yoq, gap yo'q, shunchaki zo'r bo'lgan. O'zim 6 yoshimdan futbol o'ynab keldim. Boshida zo'r futbolist emasdim, na trenirovkalarda, ham mahallada futbol o'ynaganimizda, lekin o'ynab shuni aniq ayta olamanki, shu Messini ko'rishni boshlaganimdan beri nimaga Messiga muxlislik qilib qoldim, chunki uni o'yin stili yoqdi. Aynan Messini ko'rganimdan keyin men 1-sinfdan 6-sinfgacha o'qigan sinfdoshlarim bemalol 100% tasdiq bilan ayta oladiki, men shu Messiga o'xshab o'ynardim. Qaysi ma'noda koptok esa menga sraz ichkari aldab kirib ketardim. Gol ursam urmasam. Gol ursam urardim. Koptok keldim, menga ichkariga kirib ketardim. Aldab zo'r bo'lardi. Shunga yarasha keyin trenirovkalarda ham masalan bu yerda trenirovkaga kelsa bir marta tarakanam deb chaqirishardi, chunki yotib oldim, yiqilib tushdim emas, yotgan holatimda ham sraz o'ynab ketardim. Endi bu Messichalik demayman, men tarakanam deb chaqirishardi. Keyin ba'zi traktoram deb chaqirishgan, chunki traktor deb chaqirishardi, chunki shuna koptok kelsa rostdan kirib ketardim ichkariga. Otini pastlashi, men koptok keldim, yugurdim ichkariga yugurib, vaziyat qilib berib, shunda zo'r bo'lardi. Bundan tashqari 7-sinfdan 9-sinfgacha birga o'qigan sinfdoshlarim ham o'sha O'zbekistonda piknikka borgan o'rtoqlarim ham ular tasdiqlaydi, bemalol shu Messiga o'xshab stil Messidagi bo'lardi, chunki koptok keldimi, aldab ichkariga kirdim. Rostdan men shu Messini shu tomoniga havas qilardim. Hatto mahallada ham unchalik kuchli bo'lmasdim, lekin shunaqa payt keldi mahalladagi o'zim o'rtoqlarimdan eng favoriti bo'lib turdim, chunki masalan akalarimiz shunaqa bitta moment esimda, shunaqa paytga keldiki, karantin boshlanishidan oldin shunaqa payt keldiki, akalarimiz meni talashyapti, bu meni komandamda bo'lsin, men bu yerda qarab kulib yuborganman, voy deb, keyin akalarim o'zlari kelib turib, mazza qilyapsanmi deyishgan. O'shaqa darajagacha chiqqan, juda zo'r bo'lardi.
Men shaxsan o'zim o'yinimni bilmadim. Atrofdagilar balkim e'tibor bermagandir, balkim unchalik taqqoslagisi ham kelmagandir. No, men ich-ichimdan bitta narsaga aniq edi. Men Messiga havas qilardim. Messini o'yin uslubiga havas qilardim. U shuni qoplamay kirib ketishga havas qilardim va o'sha narsani har doim har o'yinlarimda maksimal qaytarishga harakat qilardim va shu narsadan juda maza qilaman. Hatto 11-sinfda ham, 10-sinfda futbol kamroq bo'lgan, o'qishga ko'proq fokus bo'lgan, ham 10-sinfda bitta boshqa maktabda o'qiganimda futbol stadion yo'q edi, u paytda basketboldan joy bor edi. Shunga futbol kamroq bo'lgan. 11-sinfda ham at dushi maza qilib futbol o'ynaganmiz. Menimcha maktabdagi eng yosh futbolistlardan bittasi men o'zimni deb ayta olaman. Maza qilib o'ynaganmiz 11-sinfda ham zo'r o'yinlar bo'lgan va mana endi keyin Germaniyaga keldim. Germaniyaga kelgandan keyin orzu bor menimda, yoshlikdagi kichkina bir orzuchi, futbolist bo'lish orzusi hali beramda yurakda bitta bor edi. Men Germaniyaga keldim, birinchi 6 oyligimda futbolist bo'lishga harakat qilib ko'rdim. Ha, o'qish bor edi. Ha, o'qishni birinchi 6 oyligida men katta unaqa urug'ini o'qishga bera olmadim. Kattaroq urug'ni futbolga berdim men aynan. Futbolist bo'lishga harakat qildim. Universitetda komandasida qo'shildim, lekin erta keyin o'xshamadi. Keyin boshqa o'zim klub topdim. Nemis klub, nemis tilini u payt umuman bilmasdim, lekin nemis gapiradigan klubga yozildim. Lekin keyin O'zbekistonga ketishim kerak bo'lib qoldi. U yerdan ham atnay bo'lib ketib qoldi. Keyin o'zim katta videoyim ham bor, hatto shu 18 yoshga to'lganimda biznes boshladim degan va o'sha videoyimda futbolga topshirganligim haqida ham gapirib o'tganman. Bavariyaga, anaqaga, nima, o'sha klubiga, kichkina yoshli klubiga bo'yotdi, tryoutlar, o'shanga topshirib ko'rganman. Unga ham olishmagan. O'sha videolar qilib o'zimni videoga olib, "Mana ismim Saydolim, bunaqa deb qaroqchi topshirganman. Unga ham olishmagan va har xil harakatlar qilib ko'rganman. U bilan, bu bilan gaplashganman. Har xil yo'llarni ko'rganman va yo'q, men undan tashqari bu bittagi futboldagi topshirib ko'rishda, harakat qilib ko'rishdan tashqari bitta duolar qilib, namoz o'qib, harakat qilib, ikkala tomonlama ham harakat qilganmanki, futbolda yo'lim ochilishiga, futbolda harakat qilishlikka. No, ammo taqdir emas ekan, demak xayrli emas ekan. Futbolda to'g'risi yo'lim ochilmadi. Germaniya futbol davlati Germaniyada kelib turib har xil harakatlarni qilib ko'rib, sabablarini qilib ko'rdim. No, futbolda yo'lim ochilmadi. Hattoki yaqinda ham men yana ozgincha harakat qilib ko'rdim. Qaysidir ma'noda no, yo, короче, все уже harakat qilib, tam futbolist bo'lishga уже yoshim ham уже 19 ga to'lib qo'yganman. 19 ga to'lganda ham hali qaytsa bo'lar. No, уже sekin keyingi yil 20 ga qarab ketaman. Ya, уже futbolist bo'lishlikka imkon menimcha deyarli qolmagan. Shunga dedim, mayli dedim, taqdir emas ekan dedim. Endi yoshligida o'qish bilan futbolni bir olib ketdim. Taqdir o'qish bo'yicha ketyapti ekan. Все, gap yo'q. Bu ham zo'r bo'ldi, lekin futbol uchun ichimda eng kamida armon qolib ketib qolgani yo'q bor-ku. Men futbolist bo'la olarmikanman, harakat qilib ko'rishim kerak edi degan narsa ichimda qolib ketgani yo'q, chunki men rostdan Germaniyaga kelib, rostdan Germaniyada harakat qilib ko'rdim futbolist bo'lishlikka va o'zimni ham kuchim tortmadi, chunki trenirovkalar qilishlarim ancha kamayib ketgandi, fizikam ham ancha tortmadi, texnika bor. Hatto yaqinda futbol o'ynadik. Futbolda ham texnikang kuchli ekan, texnikang bor ekan deyishdi. No, anaqa fizический tomonlama baribir sal kuchsizlik qildim, chunki trenirovkalarim ancha qolib ketib qoldi. Va shu bilan birgalikda o'zim umuman harakat qilib ko'rdim. O'zimni ham ko'rdim. Yo'q, shu tortmadi va eng kamida armonim qolib ketmayapti. Futbolda harakat qilib ko'rganimdachi, topshirib ko'rganimdachi degan narsa qolib ketmadi, Xudoga shukr. Bu mundial, bu 2026-yildagi mundial jahon chempionati menimcha men uchun oxirgi jahon chempionati. Men bu narsani anchadan beri o'ylab kelganman. Chunki o'z oxirgi yillarda futbol ko'raman, u darajada ko'p emas. Faqat top klass takoy o'yinlarni ko'raman. Shunchaki kayfiga va addushi ko'rishim ko'raman. Lekin futbol yarısini addushi fanati emasman, unaqa уже o'tib ketdi u davrlar va shu bilan birgalikda mana уже men uchun era tugadi. Messi va Ronaldo erasi tugadi va ular mana oxirgi mundiali bo'ldi. Endi bundan buyog'iga bu mundialda Neymar ketdi, bu mundialda Modric ketdi, De Bruyne ketdi va yana boshqa to'plab va ko'plab futbolistlar ketyapti. Men yoshligimdan уже Messi va Ronaldoga qarshi o'ynab kelayotgan top yoki ular bilan birga o'ynab kelayotgan top futbolistlar birga katta bo'lib, hozir futboldan ketayotganligini ko'raman. Bu mundial oxirgisi bo'layotganligini ko'raman va
shu ham meni o'ylantirdi ancha va menimcha bu men uchun ham oxirgi mundial bo'ladi. Chunki yoshligimdan birga ko'rib kelayotgan futbolistlar va xususan aynan Messi va Ronaldo уже karyerasini sekin tugatishayotganligi, oxirgi jahon chempionatini o'ynayotganligi men uchun ham bo'ldi, era tugadi degani. Chunki bundan buyog'iga ham Mbappelar, Yamallar, Holandlar, ular viking, bittasi diktator, bittasi hali yosh, juda iste'dodli va yana boshqa top futbolistlar chiqadi hali. Bu to'g'ri, ha, va ular yanada men o'zidan oldingilar urmagan rekordlarni urishadi. Xudo xolisa bu aniq bu-da, lekin o'yin qiziq ham bo'ladi, qiziq va yonadi hali kelajakda futbol to'g'ri, lekin men uchun bu eski davr, bu boshqacha davr bo'ldi. Shunga boshqa futbol ko'rish niyatim yo'q, chunki bundan keyin keladigan avlod va Messi Ronaldodan oldingi avlod ham Messi Ronaldochalik emas edi va bo'la olmasdi. Messi Ronaldochalik va shu bolalar bilan birga bo'lgan boshqa futbolistlarchalik menimcha bunaqa davr boshqa kelmaydi va men boshqa futbolni shunga unaqa ko'rmoqchi ham emasman to'g'risi. Chunki Messi Ronaldo davrida katta bo'ldim. Messichi edim, boshida Ronaldochi edim. Keyin ko'zim ochildi, keyin chista futbolchi bo'ldim. Lekin shunda ham baribir futbolga qiziqtirgan bu Ronaldo va Messi bo'ldi va shunaqa masala era tugayapti va shu bilan birga men ham shu futbol ko'rishni to'xtatmoqchiman, chunki xudo xolisa bundan buyog'iga endi ko'proq vaqtimni to'g'riroq narsalarga sarflayman. O'qishga sarflayman, sportga sarflayman, boshqa narsalarga sarflayman. Endi shunchaki 2 soatlab vaqtimni shunchaki futbol ko'rishga ketkazmoqchi emasman. Shunaqa masala. Va menimcha xudo xohlasa ichimdagi hamma gaplarni bu videoda aytib oldim. Bu video shunchaki men kamerada o'tirib trubkada gapirib berishim bo'ldi. O'zimning futbol tarixim haqida, futbol haqidagi fikrlarim shunchaki aytib berdim, shunchaki bo'lishdim. Bu videoni kim oxirigacha ko'radigan bo'lsa, shunchaki rahmat va men bu videoni shunchaki o'zim uchun esdalik qilib, tarixga o'zim uchun yozib qo'yib, shunday YouTube'ga qo'yib qo'ymoqchiman. Futbol haqidagi fikrlarim, chunki men uchun bu juda katta event, juda katta bir hodisa, butun boshli era tugashi. 13 yil futbol ko'rdim, 6 yoshimdan hozir 19 yoshgacha 13 yillik davram o'z nihoyasiga yetyapti menda. Bundan buyog'iga futbol ko'rsam faqat O'zbekiston terma jamoasini ko'rishim mumkin. Agar Olimpiadada o'ynashsa va jahon chempionatiga yana mundialga chiqsa, ana o'shanda men O'zbekiston terma jamoasini ko'rib qolishim mumkin. Xudo xolisa ko'rsam kerak. Bu aniq emas, futbolga qarab kelajakda. Va undan tashqari Messi Ronaldoga kelsak, Messi Ronaldo hali anaqa MLSda Messi balkim tugatgani yo'qdir, balkim yana oxirgi o'yinlarni o'ynar, balkim o'ynamas. Agar o'ynamaydigan bo'lsa bo'ldi, Messini ko'rmayman. Ronaldoni esa hali minginchi golgacha o'ynasa kerak Ronaldo. Ronaldoni ham hamma o'yinlarni ko'rmagan-u, o'sha minginchi gollariga uradigan o'yinlarni menimcha Ronaldo uchun ko'rsam kerak. O'sha 2-3 ta o'yinlarda bu yog'iga. Shu bilan bo'ldi, shu bilan boshqa futbol yo'q. Xudo xohlasa shunaqa masala va men o'zi aytgancha bitta narsani aytib ketay. Ispaniya Argentina o'yinidan oldin men anaqa qoldim, nima, ikkala tomon yutsa ham baribir xursand bo'lardim, chunki agar Argentina yutganida Messi o'zini Messiligini qilgan bo'lardi va yana 2 karra jahon chempioni bo'lib, u rostdan top darajada Messi 2 karra jahon chempioni, Messi eng zo'r futbolchi. Messi unaqa, qarshi juda zo'r bo'lgan bo'lardi. Argentina yutganda 2 karralik chempionlik bo'lardi. Bu boshqacha bo'lardi. Va ikkinchi tomoni bunga ham juda xursand bo'ldim. Addushi o'zim kutayotgan narsa shu edi. Ikkinchi narsa bu yoshlar yutishi, Ispaniya yutishi bu nimani belgisi? Bu yangi era, yangi davr boshlanayotganligini belgisi va bu uchun ham men xursandman, chunki yoshlar yutishdi. Bundan buyog'iga futbol yanada ko'karib boraveradi, yanada o'sib boraveradi. Shunaqa masala, shunga Ispaniya muxlislarini va umuman Ispaniyani tabriklaymiz, Argentina muxlislarini ham tabriklaymiz. Ular finalgacha yetib kelishdi, o'tgan jahon chempionatida 2022-yilda yutishdi va Messi o'z davrini sekin tugatyapti. Shunaqa masala. Shu bilan birgalikda men o'zi umuman bilmadim videoni unchalik odam ko'rmasa ham kerak ko'pchilik, shu bilan birgalikda aytib qo'ymoqchimanki, baribir ham yoshligimdan beri ko'rib kelayotgan
o'sha sharhlovchilar Xayrul aka Hamidov, Davron aka Fayziyev, Hasan aka Turdaliyev, Orif aka Tolipov, yana boshqa bir qator juda ko'p sharhlovchilar, o'zbek sharhlovchilariga alohida yurakdan rahmat. Ayniqsa Xayrul akaning YouTube'dagi videolari ham mana shu YouTube kanalimni boshidagi videolardan bittasida hali O'zbekistondaligimni ko'rsatgandim. Mana kompyuterimda Xayrul akaning videolarini ko'raman deb. Qiziq. Ishqilib shunaqa o'sha Xayrul akaning YouTube'dagi videolariga ham alohida rahmat. Juda zo'r tahlillar, juda zo'r fikrlar aytardilar, ko'z ochardilar. Shu paytlarda juda zo'r videolar bo'lardi va umuman sharhi o'ziga juda katta rahmat shu hamma sharhlovchilarga, o'zbek aynan sharhlovchilarga, chunki ular gap so'zlari, ularni hazillari o'ziga yarasha hazillari, beradigan kommentariyalari, chiqaradigan emotsiyalari baribir boshqacha. Ha, rus sharhlovchilari, ingliz sharhlovchilari, boshqa sharhlovchilar hammasi yaxshi, zo'r, gap yo'q. No, men uchun shaxsan o'zbek sharhlovchilari boshqacha edi, boshqacha yoqardi. 13 yil ularni ko'rib, futbol ko'rish bu bitta boshqacha darajada mazza bo'lsa, sharhlovchilar, o'zbek sharhlovchilarning sharhini eshitish men uchun boshqacha darajada mazza edi. Shunga hamma, top sharhlovchilarga O'zbekistonda hammalariga rahmat. Shunaqa masala, futbol mazza qilib ko'rdim. 13 yildan mazza qildim. Va shunaqa masala. Rahmat hammaga bu videoni ko'rganinglarga. Rahmat Messi va Ronaldo erasiga, hammasi uchun. Va rahmat Said Olim. Xayr, sog' bo'linglar.